Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Alo, Alo. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barnoxon opa bilan bog'landikmi? Ha? Siz? Opajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Ming bora huzur bezovta qilib qo'ydik. Avvalambor bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Doimo mehribon yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, jigarlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday xursandchilik kunlar sizni aslo tark etmasin. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Allohim go'zal umringizni ziyoda qilsin. Rahmat, e'tiborsiz. Rahmat katta. Opajon, biz sizni ayni daqiqalarda Telegram ijtimoiy tarmoqlaridagi maxsus tabrigim loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan, eng yaqin mehribon insonlaringiz tomonidan ajoyib bo'lgan tabriknomalar, samimiy, go'zal dilnomalar yetib kelgan va sizga shu o'rinda bir savol bilan yuzlanib o'tmoqchimiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday xursandchilik kunlarda sizni g'oyibona tarzda tabriklamoqchi bo'lgan insonlar kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Jiyanlarim bo'lishi mumkin. Aynan qaysi janimdan deb o'ylaysiz? Ha, endi singlim bitta loyihaga aytib tabriklatdi. Bolalarimiz shunday qildi. Balki Afroza, jiyanim Afrozadir. Albatta, ko'z tegmasin opajon. Qarangki, mehribon jigarlarni ko'ngli sira ham yanglishmas ekan. Buni yana bir bora guvohi bo'ldik. Aynan bugun bizning loyihamizga murojaat qilib, siz uchun dunyodagi eng go'zal tilaklarni yo'llagan insonlar mehribon jigaringiz, jiyaningiz Afrozaxon va shu o'rinda oila a'zolari bo'lishadi. Agarda qarshi bo'lmasangiz, birozgina qimmatli vaqtingizni olsakda, sizga atalgan ushbu go'zal tilaklarni baholi qudrat o'qib eshittirsam maylimi? Xo'p. Salomat bo'ling ilohim. Assalomu alaykum, mening mehribonim, nur yuzligim, shirin so'zligim, qadri osmonim, ammajonim. Sizni bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan yana bir go'zal, nafosatli, shukronali ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim umringiz uzoq, tana joningiz sog' omon bo'lsin. Allohim ko'pni qatorida sizni o'z hifzi himoyasida asrab avaylasin. Gul desam gullardan-da a'losiz ammajonim. Bugun siz uchun qancha go'zalliklarni, shirin so'zlarni bildirsam ham kamdir aslida. Bilasizmi ammajon, bu dunyoda bir-birini holidan xabar olib, yo'qlab turgan amma jiyanlarni Allohim jannat bilan siylar ekan. Shunday ekan, biz ham sizga shunday xursandchilik kunda jannatni, yaxshi kunlarni, faqatgina yaxshiliklarni tilab qolamiz. Allohimdan ne so'raganlaringiz bo'lsa, ilohim barchasini ijobatini ko'rib yuring. Ammajon, bugun siz dunyoga kelgan kuningiz aslida biz uchun ham bayramdir. Chunki siz bor joyda mehr bor, fayz bor, baraka bor. Sizning hayotingiz sabr, oqibat va cheksiz mehr timsolidir. Yillar o'tsa ham qalbingizdagi poklik va ko'zingizdagi nur aslo so'nmasin. Har bir bosgan qadamingiz savobga, har bir qilgan yaxshiligingiz esa o'zingizga ming karra baxt, quvonch bo'lib qaytsin. Umringiz mazmunli, kunlaringiz xotirjam, qalbingiz esa doimo shukronaga to'la bo'lsin. Sizni qadrlaydigan, duo qiladigan insonlar doimo yoningizda bo'lsin. Ammajon, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ilohim bunday yoshlarni yana ko'pini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Bu dunyoda ko'rganingiz makitulloh bo'lsin, chin dunyoda ko'rganingiz jannat bog'lari bo'lsin. Hammaga orzu bo'lgan umra haj safarlariga borishlik, Ka'batullohni tavof qilib, hojona bo'lishlik vaqti tez kunlarda sizga ham nasib qilsin ilohim. Mehribonim, ammajonim, hayot yo'llarida juda ko'p yaxshiliklar qildingiz. Ko'p duolar oldingiz. Har bir qilgan yaxshiligingiz, har bir aytgan iliq so'zingiz bugun o'zingizga ming karra baxt, quvonch, rohat bo'lib qaytsin. Yillar sizni emas, doimo siz yillarni bezab, go'zal qilib yuring. Allohimdan sizga har ikki dunyo baxt saodatini tilab qolaman. Hayotingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin.
umr yo'llaringiz gullarga to'lsin, sizni tark etmasin mudom baxt omad. Ammajonim, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deya mana shunday go'zal tilaklarni bugun siz tomon yo'llagan inson mehribon jigaringiz, erkatoy jiyaningiz Afrozaxon bo'ladilar opajon. Rahmat, jiyanim ham sog' bo'lsin, siz ham sog' bo'ling. Rahmat. Bilasizmi opajon, siz dunyodagi eng mehribon ammasiz, eng boy badavlat baxtli insonsiz. Sababi bugun bizning loyihamizga jiyaningiz murojaat qilganlarida sizga juda ham chiroyli so'zlar bilan ta'rif berib o'tdilar. To'g'risi, sizga berilgan ta'riflarni eshitib, o'rtangizdagi bo'lgan mehr oqibatlarni ko'rib juda ham havas qildik. Ilohim, Allohim sizni shunday insonlar uchun ham o'z panohida asrab avaylasin. Ayni daqiqalarda siz bilan bo'layotgan ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Keling, shunday xursandchilik kunda sizni yo'qlagan jigarlaringizga yuragingizdan aytar so'zlaringiz bo'lsa, bildirib o'tishingiz mumkin. Rahmat avvalambor. Men jigarlarimga nima deyman? Hozir to'ldi. Ko'zimga yosh kelyapti. Avvalambor o'zimda oilamdan ham birinchi jigarlarim sog' bo'lsin. Menga onajonim sog' bo'lsin baxtimga. Onajonim yana qayta menga jigarlar tug'ib bermaydi. Dunyoga keltirmaydi. Shuning uchun meni jigarlarim sog' omon bo'lsin. Jigarlarimda tinchligi, jigarlarimda boyligi, jigarlarimda hammasi mening tinchligim, meni boyligim. Ilohim shu jigarlarim, oilam hammasi baxtimga sog' bo'lsin. O'sha tinch, biz ham tinch. Ilohim kim nima niyatda menga jo'natgan bo'lsa, niyatlariga amalga oshsin. Hammasini xonadoniga tinchlik, omonlik tilayman. Men Alloh yo'lida hammasini juda yaxshi ko'raman. Assalomat bo'ling. Allohim doimo shunday go'zal duolaringizni ijobat aylasin. Bizning ijodiy guruhimiz ham yana bir bora tavallud ayyomingiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Sizga dunyodagi eng go'zal, oliy oilaviy mustahkam baxtni tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.